mana shu qo'limda turgan garimdorini qo'qonliklar qalampir deydi. Toshkentda buni garimdori deydi. Hozir biz aeroportda oldida Toshkentdamiz. Usta akalarimiz bu yerda tirikchilik tom yopyapti. Bu garimdorini bunga qanoat qilmasdan aka buni ko'rsating, bir bo'lib kelyapti aka. Qo'qonliklar qalampir bilan yuradi o'zi bilan. Endi bu videomizda hozir kimdir spalnisda dam olib yotib, kimdir kafeda yo restoranda, kimdir avtobusda, kimdir taksida, kimdir kutib o'tirib ko'rayotgan bo'lishligi ham mumkin-da aka. Kimdir o'sha ish qilayotgan joyida ko'rib turgan bo'lishi ham mumkin. Havola sovib qoldi, mana ko'rib tursiz aka, bitta salafani totib olib, bitta lesani qo'yib, mana shunaqa joylarda yotib, bolamni baqaman, oilamni bitta kamini qilib beray, ota-onamga hech narsaga muhtoj qilib qo'ymay deb tirikchilikdamiz akalar. Shu videomiz bitta like bilan podpiskaga arzimasa agar aka uchirib qo'ying. Bosyapmiz va hammasiga like podpiska, boshqacha videolarga. Joyinglar sog' bo'lsin, tom xizmatinglarda.